Assalomu alaykum. Uyma-uy loyihasini YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hammanglarni bugungi videoyimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bilasizlar, YouTube kanalimizga sizlar uchun eksklyuziv, o'ziga xos va insonni havasini keltiradigan chiroyli obyektlarni, chiroyli uylarni, dachalarni, hovlilarni, kvartiralarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugun sizlar uchun 700 kvadrat metr kattalikdagi 2 qavatli penthousimizni полностью obzor qilib bermoqchiman. O'rtoqlar, havas qilishga arzigulik joy. Bu yerdagi premiumli texnikalar, mebel, bu yerdagi dizayn meni fikrim bo'yicha sizni albatta xursand qiladi va bu bola nimaga men qo'lidagi planshetni ushlab olib turib planshetidan gapiryapti deyotgan bo'lsangiz, men sizga hozir tushuntirib beraman. Ya'ni bu ssenariy emas, bu uyni полностью sistemasi. Mana shu planshet orqali men uyni istalgan xonasini chiroqlarini o'chirib yoqishim mumkin. Umuman qilib aytganda zamonaviy texnologiyalarga to'la ajoyib penthouse. Tayyor bo'lsanglar, to'liq obzor boshlaymiz. Penthouseimizga ikki tomonlama kirish mumkin. Birinchi qavatda hamda ikkinchi qavatda o'zini alohida kirish eshiklari bor va birinchi qavatda siz kirishingiz bilan o'ng qo'lda mana bu eshik sizni kutib oladi va keling birinchi shu xonadan boshlaymiz. Bu birinchi qavatda joylashgan 4 ta yotoqxonadan birinchisi va har bitta yotoqxona, har bitta yotoqxonani joylashuvi, mebellari, dizayni bir-biridan mutlaq farq qiladi va bu yerdagi chiroyli tanlangan ranglar uyg'unligiga, tillarang hamda bu yerdagi qora ranglarni bir-biri bilan uyg'unlashib ketganligi, bu yerdagi aksessuarlar, hamma detallar va hattoki pardalarning rangiga ham agar alohida ahamiyat beradigan bo'lsangiz, barchasi yuqori did bilan ishlangan va bu xonada ko'rib turganingizdek Alisa bor va Alisa orqali siz pardalarni ochib yopishingiz, chiroqlarni o'chirib yoqishingiz mumkin va har bitta xonani o'zini sanuzeli bor. Kelaylik endi birinchi yotoqxonamizni sanuzelini ham bir vaqt o'zida ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana bunaqa необычный включательlar qilingan, yaxshi narsalardan foydalanilgan va dushovая kabinka, katta qulay rakvina, mana bu yerda bide, yorug', shinam, mana bunaqa podsvetkali oynalar ham qilib qo'yishibdi. Menga juda ham yoqdi. Juda ham sdержанный formatdagi sanuzel birinchi yotoqxonamiz menga allaqachon yoqyapti. Endi esa yuringlar, yana bundan ham qiziqarli xonalarni sizlarga ko'rsataman. Ushbu penthouseimizni yaqinda ta'mirdan chiqdi va ba'zi bir detallari endi qotirilib, o'rnatilib chiqyapti va hozir tepada tozalovchi xodimlar chiroyli qilib bizga syomkamiz uchun tozalab berishyapti. Uy nihoyatda katta va hammasini sizga batafsil gapirib bermoqchiman. Hozirgi joylashib turgan xonamiz bu zal, xalq tilida biz zal deymiz yoki mehmonxona deb o'ylashingiz mumkin. Aksincha unaqa emas. Biz bor yo'g'i hozir oshxonani o'zidamiz. Ha do'stlar, oshxonani o'zi shunaqa hashamatli, ha do'stlar, oshxonani o'zi shunaqa katta. Bu uyda hali hech kim yashamagan va uyni remontiga sarflangan pulni to'g'risi men bilmayman, lekin taxminim bo'yicha bu yerda ishlatilgan texnika, keramogranitlar, idish-tovoqlar, mebellardan fikrim bo'yicha $1 million ga yaqinlashib qoladi degan fikrlar ham yo'q emas. Bu oshxona va oshxonani o'zidan siz o'rtoqlar mini zalga va mini zaldan asosiy zalga o'tishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu eshik ortida esa mini zalimiz bor va bu eshik orqali chiqib naryoqdan ham kirsa bo'ladi, lekin mana shu oshxonani o'zidan chiqmasdan turib mini zalni o'ziga ham shu eshik orqali o'tsa bo'ladi va bu yerdagi ranglar uyg'unligi, mebellar, bu yerdagi yorqin va eng asosiysi o'rtoqlar xotirjam atmosferaga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoqda dildan oila a'zolaringiz bilan birgalikda mazza qilib, suhbat o'tkazib, shu yerda televizor tomosha qilib yoki qandaydir bir jiddiy siyosiy masalalarni muhokama qilishingiz mumkin. Mana bu yerdagi tarixiy gramofonga ahamiyat berib qo'ying. Bu yerda siz eskana shu Louis Armstrongning jaz musiqalarini qo'yib qo'yib, shu yerda turkcha bardak choylarini ichib, dildan suhbatlashishingiz mumkin va endi esa bu eshik orqali sizlar bilan asosiy zal qismimizga o'tamiz va bu yerdagi endi atmosfera umuman mini zaldan farq qiladi. O'rtoqlar, mana bu katta bo'lgan televizorga ahamiyat beringlar. Bu yerda siz PlayStation deysizmi yoki oila a'zolaringiz bilan o'tirib eng yangi filmlarni shu yerda maroq bilan tomosha qilishingiz va ular bilan buni muhokama qilsangiz bo'ladi. Bu dam olish zonasi deb ataydigan bo'lsak, asosiy mehmonlaringizni birinchi qavatning o'zida mana shu koshona zalni o'zida kutib olishingiz mumkin va bu yerda ham alohida ahamiyat berib qo'yishimiz kerak bo'lgan detallar bor. Alohida aksessuarlarga, bu yerdagi idish-tovoqlarga ahamiyat beringlar va lustrani o'zi bitta alohida dunyo va boya sizga aytib o'tganimdek, uyni finalniy ta'mirlash jarayonlari ketyapti va kelajakda mana bu yerda ham katta ehtimol bilan chiroyli televizor bo'ladi. Shaxsan meni o'zimga tanlangan ranglar, bir-biriga juda ham mos tushgan gilamdan tortib mebellarning uyg'unligi
mani juda ham bahri dilimni ochyapti va o'zingiz shunchaki bitta baho bering. Mana shu yerda mehmonlarni kutish fikrim bo'yicha alohida zavq bersa kerak deb o'ylayman boru. Haqiqatdan menga juda yoqdi. Charchab, ishdan keyin biron bir masalalarni muhokama qilib, televizor ko'rganingizdan keyin mana bu massajni kresloga oyoqchalaringizni tiqib olib, qo'lchalaringizni mana bunga chiroyli qilib taxlab olib turib, bellaringiz, bo'yinlaringizni yaxshilab moslashtirib olib, mana bitta mazza qilib massajni kresloda dam olib, shu yerda o'zida ham uxlab olsangiz bo'ladi. Yoki boshqa mana shu birinchi qavatda o'zidagi 4 ta yotoqxonalardan bittasini tanlab, bu yerda ham uxlasangiz bo'ladi. Ketdik endi keyingi yotoqxonalarni ko'rsataman. Keyingi yotoqxonalarimiz esa bir-biriga yonma-yon joylashgan. Ularni ham birin-ketin sizga obzor qilib ketaman. Kelinglar, mana shu eshikdan boshlaydigan bo'lsak, kirib kelishingiz bilan sizni chap tomonda o'zini garderobi kutib oladi. Bu yerda siz juda ham ko'p bo'lgan cheksiz qimmatbaho kiyimlaringizni ilib qo'yishingiz, undan tashqari agar joy yetmay qoladigan bo'lsa, mana bu yerga o'zingizni bemalol kiyimlaringizni ham chiroyli qilib ilib taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Mebel ishlash sifati, bu yerdagi ishlatilgan to'g'risi materiallar insonni bahri dilini ochadi. Bu yerdan kelib turgan hid qandaydir hashamatni eslatadi va sizni o'zingizni yotoqxonangizda mana bunaqa katta televizor bo'ladigan bo'lsa, meni fikrim bo'yicha zalga ham chiqib o'tirish shart emas bo'lsa kerak va bu xonani o'zini ham sanuzeli bor va bu yerdagi sanuzel birinchi yotoqxonaning sanuzelidan tubdan farq qiladi. Yuringlar, endi yana ko'rsataman. Bu yerdagi ba'zi bir detallarga ahamiyat bermaysiz, chunki hali hanuz ta'mirlash ishlari final etapida turibdi va bu sanuzel tubdan farq qiladi. Bu yerda ikkita rakvina va o'zini alohida jakuzzisi bor. Bu yoni ko'pik bilan to'ldirib olib, shu yerga bir mazza qilib planshetchingizni qo'yib qo'yib, film tomosha qilib, siqqina jakuzzida yotishga meni fikrim bo'yicha hech nima yetmasa kerak. Undan tashqari o'zini dushovoy kabinkasi ham bor. Bide, barcha ehtiyojlar uchun hamma narsa muhayyo qilib qo'yilgan. Bu ikkinchi yotoqxonamiz edi. Endi shuni qo'shnisi 3-yotoqxonaga o'tamiz. Ketdik. 3-yotoqxonamizga kirishinglar bilan bir qarashda bu yotoqxona kichkinaroqmi deb o'ylashingiz mumkin, lekin oldindan baho berishga shoshilmang. Bu yerni o'zini ham alohida ranglar uyg'unligiga ahamiyat berib qo'yasiz. Bu yerda ham katta, juda ham yaxshi sifatli televizor bor va mana bu eshik ortida ham o'zini alohida bo'lgan sanuzel mavjud va bu yerda sanuzel ancha ixchamroq, hajm jihatidan biroz kichikroq bo'lsa-da, lekin barcha kerakli funksionallarni o'z ichiga oladi o'rtoqlar. Sanuzeldan keyin esa biz mana bu eshik ortida nima borligini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va bu eshik ortida uzun bo'lgan o'rtoqlar garderob. Bu yerda panoramniy o'zini chiroyli oynasi, ko'rasizlar, quyosh tushib turibdi. Pardoz-andoz ishlari uchun hamma sharoitlar bor. Mana bunaqa podsvetkali o'zini chiroyli oynalar bilan va bu yerda bemalol siz kiyimlaringizni ilib qo'yib, shu yerda barcha o'zingizga qimmatbaho aksessuarlaringizni saqlashingiz mumkin. Garderobi ham kengina, bundan tashqari o'zini sanuzeli ham chiroyli. Endi esa 4-yotoqxonaga o'tamiz. Shaxsan meni o'zimga birinchi qavatdagi yotoqxonalarning ichida aynan 4-yotoqxona juda ham yoqdi, chunki bu ancha-muncha kengroq ko'rinadi va bu yerda ko'rasizlar gamerskiy oldindan stullar qo'yib qo'yilgan, kreslolar qo'yib qo'yilgan. Bu yerda mana bunaqa prozrachniy garderob, kiyimlaringiz, kostyum-shimlaringizni ilib qo'ysangiz juda ham chiroyli, elegantni ko'rinib turadi. Bu yerda polkalar tashlab ketilgan, kitoblar uchun, turli xil aksessuarlar uchun va bu yerni ham o'zini alohida katta televizori mavjud hamda o'zini bu yerda sanuzeli ham bor. Har bitta yotoqxonadagi aynan yotoqni tepasidagi mana bunaqa dekorlarga alohida ahamiyat berib qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham did bilan va o'ziga xos qilib ishlangan. Shu tomoni menga juda ham yoqdi va bu yerda ham dushovoy kabinka, bide, bir kishi uchun mo'ljallangan rakvina va yorqin, shinam, chiroyli bo'lgan sanuzel mavjud. Birinchi qavatda sizlar bilan birgalikda tomosha qilib bo'ldik va endi mana shu chiroyli marmarlar va chiroyli podsvetkalar bilan qilib qo'yilgan zinadan ko'tarilib ikkinchi qavatga kelamiz va ikkinchi qavatda endi sizlarni haqiqatda yanada chiroyliroq narsalar kutib turibdi va ishoninglar, ikkinchi qavatda sizni albatta hayron qoldiradigan narsalar bor va ikkinchi qavatga ko'tarilishinglar bilan birinchi o'rinda ahamiyat beradigan narsangiz mana bu chiroyli lyustra. Mana bu yumshoq dekoratsiya. Har bitta detallarga bu uyni ta'mirlashda ishtirok etgan dizaynerlar va quruvchilar alohida ahamiyat berib ketishgan. Shu tomoniga albatta tasanno deb qo'yish kerak. Endi esa yuringlar, kattalar yotoqxonasini bitta ko'rib chiqamiz. Mana bu kattalar yotoqxonasini haqiqatdan ham hashamat, haqiqatdan ham lyuks deb atash mumkin, chunki gilam, bu yerdagi ishlatilgan o'rtoqlar matolar, bu yerdan hattoki kelib turgan aromat va hid o'ziga xoslikni ta'minlab turibdi va mana bunaqa miniatyurniy projektorlarga bitta ahamiyat berib qo'yinglar.
shunaqa detallarga zo'r e'tibor berib qo'yishgan ekan. Tumbuchkani o'zi alohida bitta san'at. Undan tashqari o'rtoqlar, mana bu yerdagi televizor, mana bu televizorni polkasida turgan aksessuarlarni o'zi alohida bitta san'at. Bu yerda katta qilib Alisani stansiyasini qo'yib qo'yishgan va bu yerdan ham Alisa orqali bemalol uyni boshqarishingiz mumkin va buyruq berib pardalarni ochib yopishingiz mumkin. Xalq tilida biz ota-onalar yotoqxonasi deymiz, lekin qurilish sohasida master bedroom deymiz va haqiqiy ota-onalar yotoqxonasi qanaqa bo'lishi kerakligiga mana shu xona va undan keyingi xona isbot bo'la oladi o'rtoqlar. Xush kelibsizlar. Bu esa ota-onalar yotoqxonasini garderobi. Qaranglar, har bitta detallarga ahamiyat, podsvetkalar, mana bitta ko'ylaklar uchun, qimmatbaho aksessuarlar, soatlaringizni qo'yib qo'yish uchun, undan tashqari o'rtoqlar qaranglar, pardoz-andoz ishlari uchun mana bu yerga kerak bo'lsa bunaqa kosmetichkalarni solib qo'ysa bo'ladigan va o'zining ichida oynalari, o'tirib pardoz-andoz qilish uchun chiroyli mebellargacha qilib qo'yilgan va garderobni san'at darajasiga keltirib qo'yishgan haqiqatdan. Bu penthouse eng instagramli xonasi aynan mana shu sanuzel bo'ladi. Bitta tomosha qilinglar va o'zingizlar baho berib qo'yinglar o'rtoqlar. 2 kishi uchun mo'ljallangan alohida rakvinalar, bu yerdagi tilla rangni uyg'unligi, qora rang bilan chiqishib ketgani, bu yerdagi hattoki hid uydagi boshqa hidlardan ajralib turadi va mana bu yerdagi vannani o'zi bu alohida bitta dunyo. Bu yoqda issiqqina vannani to'ldirib, ko'piklarni chiroyli qilib oldingizga surib qo'yib, panoramli oynani ochib qo'yib, hayot haqida o'ylab yotish meni fikrim bo'yicha eng yoqimli tuyg'u bo'lsa kerak. Vannadan tashqari bu yerni o'zini alohida dushovoy kabinkasi bor, ko'rib turganingizdek bide bor va 2 kishi uchun mo'ljallangan rakvinasi bor va patolog, lustra alohida dunyo. Baho berib qo'yishli joyi. Aytib o'tganimdek, penthouse'imizga 2 ta eshik orqali kirsa bo'ladi va bu ikkinchi eshigimiz hamda ikkala eshikda ham juda ham yuqori xavfsizlik sistemalari o'rnatilgan. Bu yerda magnit, kod, Face ID yoki barmoq izi orqali kirish imkoniyati bor va bu xonamiz kotelni hisoblanadi va keyingi xonamiz esa ikkinchi qavatni umumiy sanuzeli bo'ladi. Lekin men hozir sanuzelga to'xtatmoqchi emasman, chunki bu uyda sanuzellar yetarlicha va sanuzellar o'ziga xos chiroyli. Endi esa ikkinchi qavatda o'rtoqlar o'zini oshxonasi ham bor. Kelaylik, ikkinchi qavatda oshxonasini ko'rsatib beraman. Birinchi qavatdagi oshxonada biz siz bilan hashamat, tilla detallarni kuzatgan bo'lsak, ikkinchi qavatdagi oshxona minimalizm, soddalik va jiddiy ranglar haqida so'ylaydi va bu yerdagi o'rtoqlar stoleshniца bilan uyg'unlashib ketgan 4 kishi o'tirishi mumkin bo'lgan stolga ahamiyat berib qo'yinglar. Bu yerda siz ertalabki nonushtalarni tayyorlab, tuxumni, saskani qovurib, o'zingizni ovozli yordamchingiz bilan gaplashib, bu yerda maza qilib suhbat qurib, mana bu panoramli oynadan siz akkuratni terrasaga chiqib olib turib, mazza qilib tabiatdan bahramand bo'lib, qo'lingizdagi qahvani ichishingiz mumkin va bu yerdan butun Toshkent ko'rinib turadi o'rtoqlar. Ushbu penthouse'dagi har bitta hudud, har bitta aksessuar, har bitta detallarga e'tibor, ranglar uyg'unligi, hattoki mebellardagi podsvetkalar dizayner va bu uyni ta'mirlashda ishtirok etgan insonlarni erinmaganidan dalolat beradi. Endi esa o'rtoqlar, yuringlar, sizlarni eng asosiy terrasa qismi bilan tanishtiraman. Terrasa prosta bo'yotibdi. Koshonamizni shu qismiga kelib bitta gap esimga tushib ketdi. Bu penthouse o'zi bitta dunyo-yu, penthouse terrasasini o'zi bitta dunyo va bu yerdan ochilib o'tgan manzarani o'zi bitta dunyo o'rtoqlar. Terrasaga xush kelibsizlar. Bu yerda siz qishin, yozin vaqtingizni maroq bilan o'tkazishingiz mumkin. Mana bu yerda cheksiz miqdorda o'zingizni mehmonlaringizni kutib olishingiz, mehmonlaringiz bilan maroq bilan vaqt o'tkazib, letniy terrasada shashliklarni, mangallarda go'shtlarni qovurib, masjidda maza qilib tanovul qilib, soklarni olib, manzaradan bahramand bo'lib, hayot haqida suhbatlashishingiz yoki maza qilib televizor tomosha qilishingiz mumkin. Bu yerda o'rtoqlar mana bunaqa maxsus isitgichlar bor. Gazini yoqib olib turib, maza qilib issiqqina qish kunlari, salqingina yoz kunlari mana bu tomini ochib qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Yumshoq divanimizni biqinidagi mana bu knopkani bitta bossangiz, atamanka bundoq chiqib keladi. Oyoqlaringizni tepaga bundoq ko'tarib qo'yadi o'zi va quyoshga qarab, hayot haqida o'ylab, mazza qilib vaqt o'tkazib o'tirishingiz mumkin. Eng qizig'i, shunaqa penthouse egalari nima haqida o'ylashar ekan-a? Menga rosa qiziq. Boyitdan biri manzara deb yotibman, lekin sizlarga hech ham manzarani ko'rsatmayman. Sizlar terrasadan chiqib kelganingizdan keyin men bitta o'zini letniy fontani bor. Fontanni yoqib qo'yib, fontanni podsvetkalar bilan men bitta bemalol baliqchalarni boqsanglar bo'ladi. Tilla baliq bo'ladimi? Qanaqa baliq bo'lishidan qat'iy nazar va
terrasaga o'rtoqlar o'tasizlar. Terrasani o'zini alohida letniy kuxnyasi bor. Bu yoqda o'choqda, xohlasanglar gazda maza qilib o'zingizlar qo'l bola osh, palov, qozon-qoplarni tayyorlashingiz mumkin. Mana bunaqa o'zini zeleniy zonalari bor. Chiroyli, qimmatbaho bo'lgan miniatyurniy o'simliklar, gullarni ekib qo'yishgan. Mana bunaqa oppoqqina toshlarda maza qilib bahramand bo'lib, qurilayotgan Toshkentimizga bitta nazar solib qo'yib, o'rtoqlar o'zingizlar bilan o'zingizlar qo'lni cho'ntagiga tiqib olib, mazza qilib ko'chada yurgandek progrulka qilsanglar bo'ladi. Bu penthouse egasi bo'lsangiz, siz ko'chaga chiqib o'tirish ham shart emas, chunki terrasani o'zida yoqqa bu yoqqa borib kelsangiz, уже 500 metr badan tarbiya bo'lib qoladi. Manzara wow. Manzara haqiqatda wow. To'g'ri, mana bu hozir maskanda yangi uylar qurilyapti, domlar qurilyapti, lekin 2 yil ichida bu yerni hamma joyi tayyor bo'ladi va Toshkent haqiqatda qurilyapti. Haqiqatda Toshkent nihoyatda boshqacha tus olib boryapti. Qoyil qolmaslikning ilojisi yo'q o'rtoqlar. Endi esa ushbu go'zallik nuqtasi, betakror koshona, ya'ni penthouse'imizning narxi qanaqa bo'lyapti ekan deb qiziqayotgan bo'lsangiz, mana men hozir sizga aytaman. 700 kvadrat metr, ikkita qavat, prosta wow materiallardan ta'mirlangan ushbu penthouse'imizning narxi 3 million dollar do'stlar. Ha, 3 million dollarga siz mana shu go'zallikni qo'lga kiritishingiz mumkin. Lekin eng qizig'i, biz hozir bu uyni obzorini olyapmiz-u, lekin bu uy sotilmaydi. Ha, biz shunchaki sizga bu uyni ko'rsatish uchungina bu videoni oldik va albatta fikringlarni izohlarda, penthouse haqida fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar va uy loyihasini YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men esa maroq bilan dam olishda davom etaman. Bo'pti, Bobur, siz boring, syomka qilib turing, dam olib turayozgina. Ko'rishguncha.